Biz Navoiy viloyatining eng katta tumanidamiz. Har jihatdan, aholi soni nuqtai nazaridan ham. Mana shu yerda, ya'ni tumanga kirib kelishingiz bilan tumanning umumiy manzarasini ko'rasiz. Hozir tumanning nomini ham aytaman, aytmay turay. Mana otlar, chunki bu yerdagilar otni qadrlashadi. Bu yerda chavandozlari butun mamlakatga, dunyoga mashhur. Va mana bu yerda go'zal tog'lar va oqib turgan katta daryolar. Ya'ni bu yerda ijodkorlar shunday o'ylashganki, mana shu yerga kirib kelishingiz bilan tumanga xos bo'lgan eng nodir detallar, unsurlar mana shu yerda jam bo'lgan. Bu tumanda ikkita daryo oqib o'tib, katta daryoga qo'shiladi. Bu oq daryo va qora daryo Zarafshonga borib quyiladi. Bu yerda ikkita tog' birlashadi. Langar va Qoratog' birlashadi. Va mana shu men aytayotgan jihatlarda hammasi mana shu stellada jam bo'lgan. Bu yaqindagina qurib bitkazildi. Mana ko'ryapsiz, sirimiz ham fosh bo'ldi. Biz Xatirchi tumanidamiz. Xatirchi Navoiy viloyatining eng salohiyatli tumanlaridan bittasi hisoblanadi. 220 mingdan ortiq aholi bugun Xatirchida istiqomat qiladi. Xatirchi tumani 1926-yilda tashkil qilingan. Ya'ni kelgusi yilda tuman tashkil qilinganiga 100 yil to'ladi. Goh Samarqand tarkibida, goh Navoiy tarkibiga o'tib turgan tuman hisoblanadi. Bir arosatda qolib ketgan davrlari ham bo'lgan Xatirchini. Tuman ko'p yillar e'tibordan chetda qolgan. Birorta qurilish, birorta o'zgarish yuz bermagan hududlarimizdan biri hisoblanadi. O'zi Navoiy shahridan ko'p uzoq emas, lekin e'tibor hamin qadar bo'lgan. Keyingi 5 yillikda Xatirchida hatto xatirchiliklarda ham hayoliga kelmagan o'zgarishlar bo'ldi. Davlatimiz rahbari tomonidan Xatirchini rivojlantirish bo'yicha qaror imzolangan. O'sha qaror bilan juda ko'p ishlar qilinyapti. Xatirchida bittagina paxta tozalash zavodidan boshqa zavod bo'lmagan, sanoat bo'lmagan bu yerda. Tumanda jamiki ahli bor qishloq xo'jaligi bilan mashg'ul bo'lgan. Yaxshi hamki Xudo bularga yer va suv bergan. Shunga qaramasdan migrantlarning soni juda yuqori bo'lgan. Keyingi yillarda davlatimiz rahbarining qaroridan keyin va bu ildam hudud sifatida 30 talik ro'yxatga kirib, bu yerga milliard so'm safarbar qilinganidan keyin, davlatimiz rahbari ana shunday moliyaviy ko'mak berganidan keyin tumanda katta o'zgarishlar bo'ldi. Bilasizmi, mana shu ko'rib turgan yo'lingiz ikkita mashina to'qnash kelib qolsa, bir-biriga yo'l berishga majbur bo'lgan yo'l bo'lgan. Va mana shu Oq daryoni ustidan o'tadigan ko'prik ham bir yolg'iz oyoq ko'prik bo'lgan. Bu yerda 4 polosali katta ko'prik qurildi. Hozir men orqamdagi manzarani ham ko'rsatmoqchiman. Xatirchiga 4 yil avval kelganimda xuddi bir qishloqqa kelgandek bo'lganman. Hozir esa Xatirchini shunday mana shu yozuvidan o'tishingiz bilan katta shaharga kelayotgandek tasavvur shakllanadi. Mana men sizga orqadagi manzarani ko'rsataman. Mana orqadagi manzarani ko'rib turibsiz. Haqiqiy shahar manzarasi. Tarixda bo'lmagan ko'p qavatli uylar qurildi Xatirchida. Mana shu yerda hozir 6 ta go'zal ko'p qavatli uy bitgan va mana shu ko'rib turganingiz Oq daryoni bo'yida katta turizm markazi qilinyapti. Hozir u haqda ham gapiramiz, ko'rsatamiz. Langar va Andigon degan qishloqlar turizm qishlog'iga aylantirilib, bugun turizm rivojlanyapti. Eng muhimi, Xatirchida bugun o'nlab sanoat korxonalari ish boshlayapti. Kecha eng qoloq, mamlakatning eng dotatsiyaga uchragan tumanidan bugun Xatirchi iqtisodiyoti rivojlanayotgan tumanlar sirasiga kiryapti. Bugun biz mana shu Xatirchidagi eng katta o'zgarishlarni sizga ko'rsatishga harakat qilamiz. Demak, bugungi sayohatimiz, bugungi hikoyalarimiz Xatirchi va xatirchiliklar haqida bo'ladi. Bundan 10 yil oldin Xatirchi bir qishloqdek joy edi. Xatirchida 2 qavatli binodan boshqa bino yo'q edi-da. Bugungi kunda Xatirchining kirish joyidan o'zi qanday katta o'zgarishlar bo'layotganligi guvoh bo'lib turibmiz. Bugun yangi O'zbekistonning yangi Xatirchisiga kelib qolgandek bo'lamiz. Shavkat Miromonov Xatirchi tumaniga qadam ranjida qilib ketdilar. Ana shundan keyin shu yerda bir katta ishlar amalga oshirildi. Mana shu o'zgarishlarni ko'rib, muhtaram prezidentimizga katta rahmat aytamiz. Bunaqa o'zgarishlarni ko'rib odamni yashagisi keladi. Hammasi inson manfaati, inson qadri uchun qaratilgan. Ibodillo aka, men bundan 4 yil avval Xatirchiga kelganman. Ya'ni tasvirga olish ishlari bilan kelganimda tuman markazini ko'rib, ko'p qishloqdan farq sezmaganman-da, ochig'i. Hozir kirib kelyapman.
ostonadayoq o'zgarishlar sezilib boshlaganda, siz endi Xatirchida tug'ilib o'sgansiz, voyaga yetgansiz. Xatirchidagi bugungi o'zgarishlarda o'z-o'zidan bo'lib qolmaganini siz ko'rib turibsiz-ku. Kecha qanday edi uni holi? Bugun muhtaram prezidentimiz rahbarligida olib borilayotgan islohotlar ko'z o'ngimizda namoyon bo'lmoqda va uni faol ishtirokchisiman. Bundan 5-6 yil Xatirchi tumaniga kelgan odam bugun mehmon bo'lib kelsa tanimaydi. Ikki daryo oralig'i, ya'ni Oqdaryo va Qaradaryo oralig'ida bo'layotgan ko'zni quvontiradigan ulkan qurilishlarni ko'rib, yangi O'zbekistonning yangi Xatirchisiga kelib qolgan deb olamiz. Qanaqa maktabda o'qidik biz? Boshqa degan gap yo'q edi. Yo'l degan gap yo'q edi. Bundan 10 yil oldin Xatirchi bir qishloqdek joy edi. Tuman markazida na bir dam oladigan joy, na bir ko'ngil ochadigan joy yo'q edi. Biranta bir ishlab chiqarish korxonasi yo'q edi. Umuman yo'qmidi? Bittagina paxtani qayta ishlaydigan zavod bo'laydi. Bu paxta qulligini bir ramzi edi. Mana bugun bizni Xatirchi tumaniga sanoat kirib keldi. Minglab o'g'il qizlarimiz ish bilan ta'minlandi. Xatirchi tumani 218 ming aholisi bor. Katta tuman ekanda. Katta tuman bu. Migratsiya keskin qisqardi. Mana shu yer qanaqa joy edi? Mana sayilgoh bo'layotgan ekan. Bu yer endi Qaradaryoni qirg'oq bo'lib tashlandi. Odam kirsa qo'rqadigan joy edi. Bugun mana shuni obod qilinyaptiki, xalqimiz dam olsin, sog'ligiga sog'lik qo'shilsin, sayr qilsin deyapti. Bu deganlari insonlarimizni sog'lom turmush tarzi degan g'oyalarimizni amalda namoyon bo'lyapti bu. Ibodulla aka, bino qurishimiz mumkin, mana bunday sayilgoh qurishimiz mumkin, yo'llar o'zgaradi. To'g'ri, bu insonlarning hayotiga bevosita daxldor. Lekin oddiy odamlarda ro'zg'orida o'zgarish bo'lyaptimi? Bugun bizda 52 mingga yaqin xonadon mavjud. Barcha xonadonimizdagi eng avvalo biz ayollarimizni, onalarimizni sharoitini qilishimiz kerak. Bu uchun bizga nima kerak? Eng avvalo ro'zg'orbob maishiy texnikalar. Bugun har bitta xonadonda ikkitadan muzlatgichlar, har bir xonadonda kir yuvadigan mashinkalar. Eng asosiy bugun odamlarimizni O'zbekistonga bo'lgan mehri, hayotga bo'lgan zavqi ko'paydi. Yo'llar qanday edi? Infratuzilma qanday edi? Bugun qanday bo'ldi? Xatirchiga kirib kelayotganingizda ikki daryo oralig'i qariyb 10 metr chuqur bo'lib, suv ko'llab, pashsha bosib, shunaqa ko'rimsiz joy edi. Mana bugun ko'ring. Ikki daryoning oralig'ida zamonaviy infratuzilmalar paydo bo'lyapti. Tadbirkorlarimiz tomonidan juda ko'plab obyektlar qurilyapti. Yo'llar bugun ikki tomonlama harakat bo'lib, bir tomondan 4 qator, bir tomondan 4 qator 8 qatorli mashina yurib, ikki tomonidan piyodalar yo'lagi barpo bo'lyapti. Uni atrofiga manzarali va mevali daraxtlar ekilyapti. Bular nimasi? Hammasi bular bugun xalqimizning davlatga bo'lgan ishonchi, xalqimizning kayfiyatiga ta'sir qilyapti bu. Ichki yo'llarchi? Qariyb Xatirchida ichki to'proq yo'l qolmadi. Bu prezidentimizga ming rahmat pul topib beryapti. Ichimlik suvi muammo emasmi Xatirchida? 2022-yilda 1-yanvar holatiga Xatirchida ichimlik suvi bor yo'g'i 13% edi. Tumanda. Tumanda. 2025-yilda 1-yanvar holatiga qariyb 80% bo'ldi. Aholini deyarli markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'lmagan ekanda tumanda. Yo'q edi. Nol edi. Guvohman bunga. Bugun ta'minlandi bular mas'ullar. Rayonimizda markaziga kirishda bir qishloqqa kirib kelgandek bo'lardi. Hozirgi mana o'zgarishlarni ko'rib odamning ko'zi quvonadi. Ko'priklar qurildi, sohil bo'yi inshootlari qurildi, xotira maydoni ishga tushirildi. Xotira maydoni ham oxirgi 2 yilda ichida mana shu qurilib, bitkazilib ishga tushirildi. Bu yoshlarimiz uchun ham ta'lim tarbiya, o'tmishni eslab kelajakda o'zlarini yo'llarini to'g'rilab olish uchun eng katta bir maskan bo'lib qoldi. Shunchalik bir chiroyli o'zgarishlar bo'lyaptiki, eng chekka qishloqlarimizgacha o'zgarishlar hammasi yetib boryapti. Buning zamirida mana shu xalqning farovonligi uchun, xalq uchun degan mana shu prezidentimizni borayotgan oqilona siyosat orqasidan mana shuncha o'zgarishlar bo'lyapti. Bunaqa o'zgarishlarni ko'rib odamda yashagisi keladi. Ana shunday farovon hayotga bizga yaratib berayotgan prezidentimizga katta rahmat. Mana qarang-da, yuradigan yo'l bo'lmasa, ichadigan suv bo'lmasa, yashaydigan uy bo'lmasa, odamlar qanday qilib davlatga ishonishi mumkin edi-da, masalan? Barakalla, o'sha paytlar xalqimizning kayfiyati tushkunlik edi. Mana keyingi 8 yilda oldingi xalq emas bugun. Bugun xalqning davlatga bo'lgan
Muhtaram prezidentga bo'lgan ishonchi ming karra oshgan. Lekin bitta javob berishimiz kerak biz. Bugun rahbarimiz kecha kunduz davlatimiz uchun, xalqimiz uchun tinim bilmay xizmat qilayotganlarga biz javob beralyapmizmi? Bir nuroniy bo'lib, elning oldida yurib, prezidentimizga yelkadosh bo'lyapmizmi? Endi bizdan javob berishimiz kerak-ku. Nima bilan javob berishimiz kerak? Biz vatanni sevish bilan va eng asosiysi yoshlarning tarbiyasi bilan. Shunday qilingan ishni qadriga yetish, yoshlarga tushuntirishimiz ham kerak-da. Hozir aksariyat yoshlarimiz bu ishlar avvaldan shunday bo'lgandek qabul qilishlari mumkin-da. Lekin 30 yillab, 20 yillab hech narsa bo'lmadi-ku. Bir tosh u yerdan olib bu yerga qo'yilmagan davrlarni ko'rdik. Men guvohman, tuman hokimlari bir so'm pulga zoradi. Endi bugun biz yoshlarga, "Ey bolam, bu o'zidan o'zi bo'layotgan yo'q" deyishimiz kerakki, oddiy bir qo'yilgan toshni ham qadriga bolalar yetsin. Bir kvadrat mana shu qo'yilgan plitkani narxi ham palon pul hozir. Agar hovlingizga qiladigan bo'lsangiz, davlat buni qarang. Butun boshli saylgoh 1,5 kilometrga mana shunday go'zal yo'l qilibdi-da. O'zi bo'lmaydi buni. Buni kim beryapti pulni? Davlatning byudjetidan beryapti. Yana meni quvontirgan narsa, farmon chiqdi. O'tgan yili 13 ta shahar tumanni rivojlantirish 26-yilga 30 ta bo'ldi bu. 30 ta tumanning ichida xatirchi ham bor. O, bormi xatirchi? Xatirchi ham bor. Baxtli odam ekansizlar. Haqiqatan baxtlimiz. Bugun ana shuni biz xalqqa tushuntirishimiz kerak, og'ayni. Xatirchini barcha tomonidan rivojlantirish uchun davlatimiz rahbari bizga yana 30 milliard birinchi etap pul beraman dedi. Bu qayerga ketadi bu? Qancha ish bo'ladi? Qancha ish bo'ladi? Xalqimiz uchun bo'lyapti-ku bu. Bu kunlar o'zidan bo'lmayotganligi ularga aytishimiz kerak biz uni. Sutkalab svet bo'lmasligi, gaz degan narsani o'zi yo'qligi, bir shularga zor bo'lib o'tgan damlarimizni eslaymiz-ku. Hozir 1 soat svet o'chib qolsa, hamma ohvoh qiladigan bo'lib qoldi. Sutkalab emas, haftalab svet bo'lmaydi. Vodoprovodni tushimizda ko'rganmiz. Bugun tumanimizda elektr ta'minotida muammo yo'q. Nafaqat tumanda, mamlakatda bu yo'q. muammo yechim topdi. Ichimlik suvi joyida hal bo'lyapti. Yo'llarimiz obod bo'lyapti. Yashash uchun mavjud bo'lgan barcha sharoitlar davlatimiz rahbari tomonidan bizga yaratib berilyapti. Men ham yo'llarda ketayotganimda e'tibor qilaman-da. Hozir ham ko'zimda oldida turibdi. Shunday kamerani narigi tomonga o'girsa, ana shu suv inshooti turibdi-da. Ha, barakalla. Bir qishloqda 3 ta 4 talab paydo bo'ldi-da. To'g'ri. O'z-o'zidan emas, mana siz aytayotgan 13% 80% ga chiqishi mana shunaqa ishlar qilinganini hisobiga bo'lyapti. Endi biz odamlarni birlamchi ehtiyojlarini-ku davlat qanoatlantirib bo'lyapti. Endi insonlarni hordiq chiqarish uchun ham mana bunday qilinayotgan ishlar juda tahsinga loyiq ishlar bular. So'nggi yillarda ichki turizm rivojlanyapti mamlakatimizda. Xatirchi tumanimizda endi daryosi bor, o'rmoni bor. Qir adirligi bor, tog'ligi bor. Angidon degan qishlog'imiz bor. Langar ham sizlarda? Langar degan qo'rg'onimiz bor. Mana shu langarlarda 6 yil, 10 yil oldin borsangiz huvillab yotganida, hamma ko'chib ketgan. Ish yo'q, yo'l yo'q, svet yo'q. Bugun borsangiz ko'chib ketganlar qaytib keldi. Bugun Langar va Angidon qo'rg'oni ichki turizm deb e'lon qilindi. Eshitdim, juda katta loyiha qilinayotgan ekan, biz yoqqa ham bormoqchimiz. Odamlar uyidan dam olagan joy qo'yibdi. Ish o'rni nima? Ular bolalarini o'qishga yuboryapti-ku, turistlarga servis xizmatni qanday ko'rsatamiz deb bolalarni o'qitib kelyapti. Qo'shni respublikalardan turistlar kelib mehmon bo'lyapti. Bir paytlar faqatgina viloyat markazlaridagina 1-2 bino qurilgan bo'lsa yoki nimadir o'zgarish bo'lgan bo'lsa bo'lgandir, lekin bo'lmagan. Men eslayman, yo Termiz yoki Qarshida biror katta o'zgarish bo'lganini eslolmayman-da, hatto viloyat markazida. Samarqand shahrida ham 4 ta tarixiy obida bilan maqtanib yurardik-da. Bugun endi bu islohotlar, bu o'zgarishlar tumanlarga yetib kelayotgani, demak bizni to'g'ri yo'lda ekanimizni ko'rsatadigan menimcha mezon. Muhtaram prezidenti rahbarligida biz to'g'ri yo'lga tushib oldik. Bugun dunyoning rivojlangan mamlakatlari biz bilan teppa-teng muomala qilyapti-ku. Hurmat bilan. Hurmat bilan. Qarang endi, meni tasavvurimda o'qishi kechqurun uxlaganlardan biz o'ylaydi. Shuncha chet ellarga borib, aloqa o'rnatib, o chet elning mablag'ini O'zbekistonga olib kirishga o'zi bo'lmaydi. Shunday. Lekin o'sha investorlar bugun davlatimizga, rahbarimizga, xalqimizga ishonib milliardlab pul tikyapti-ki, bu bizning kelajagimiz-ku bu. Ibodil aka, xatirchiliklarga ana shunday yelkasiga oftob tekkani muborak bo'lsin deyman. Bardavom bo'lsin. Bardavom bo'lsin. Hammasi mana shu xalqni yaxshi yashashi uchun, kambag'allikni qisqartirish degan katta bir siyosat oldimizda turibdi. Navoiy bunda peshqadam. Mana shu ishlarimiz xayrli bo'lsin. 2018-yilda muhtaram prezidentimiz tumanga tashrif buyurdi-da endi. Shu uchrashuvda men qatnashganman. Shunda endi prezidentimiz 70 dan ortiq loyiha qildilar, tanishdilar. Mana shunda bo'lgan bari. Ana shu uchrashuv loyihasi hammasi bo'ldi.
Hammasi bo'ldimi? Amalga oshdi bari. Ziyodasi bilan bo'ldi. Aytilgan gap qog'ozda qolib ketmayotganining isboti bu. Isboti bu. Men guvohman bunga, xalqimiz guvoh bunga bugun. Parvardigori yegan prezidentimizning sog'ligini bardavom aylasin. Uzoq yillar bizni boshimizda soyabon bo'lib, ana shu yurtimiz dunyoni rivojlangan mamlakatlariga qo'shishni ilohim biz ham ko'raylik. Rahmat, salomat bo'ling. Bu 7 qavatli, ko'p qavatli bino. Ya'ni shu paytgacha xatirchida bo'lmagan. Va eng muhimi 2025-yilning boshida qurib boshlangan va mana oktyabr oyiga kelib tayyor holga keltirilgan. Bu yerda go'zal bir massiv paydo bo'lgan. 6 ta ko'p qavatli uy-joy qurilgan. Eng muhimi mana shu yer bir paytlar kimyo o'g'itlari saqlanadigan tashlandiq bir joyga aylangan hudud bo'lgan. Obodonlashtirildi va bugun ko'rib turibsiz, hatto endi xatirchida lifti bor ko'p qavatli uy-joy paydo bo'lyapti. Va katta shaharsozlik an'analari kirib kelyapti. 25 yilda bo'lgan ishlar 5 yilning ichida katta temp bilan amalga oshirilyapti. Ko'rib turibsiz, bu massivda so'nggi pardozlash ishlari ketyapti. 182 ta xonadon, ya'ni yashashga imkon yaratilyapti. Agar bir xonadonda 5 tadan inson yashasa ham, tasavvur qiling, 1000 ga yaqin odam yashaydigan bir shaharchaga aylanadi bu joy. Va buni keyingi bosqichi bor. 6 ta bilan to'xtab qolinmaydi. Mana shu hududda yana 5 ta ko'p qavatli uy-joy quriladi, jami 11 ta ko'p qavatli uylar bo'ladi. Bu bilasizmi? Tom ma'noda xatirchini yangi O'zbekiston massivi bo'ladi. Biz hozir ana shular haqida gaplashamiz. Jalol aka, bu bir massivcha bo'libdi-da. Kichkinagina massiv bo'libdi. O'rnida nima bo'lgan bu yer? Omborxona bo'lgan. Bu anchadan beri tashlandi, bu vaqtincha tarqatilgandan keyin to'xtab turuvdik. Bu yerlarni biz auksionga chiqardik. Tadbirkorlar tomonidan egalik qilingandan keyin 2025-yil boshlandi qurilishimiz. Ha, shu yil boshlanganmi? Shu yil qishda yilni boshida boshlanib, 2 gektar yer maydoniga 11 ta loyihani gemplanga ishlab loyihalashtirgan biz. Shundan bugungi kunda birinchi etapimizda 6 ta ko'p qavatli dom rejalashtirilgan. Bunyodkorlik ishlari o'zi oxiriga yetib, kadastr hujjatlari shakllanib kelyapti. Uylar to'liq tayyor bo'lganmi menimcha? Uylarimiz to'liq tayyor bo'lgan. Sal chalasi bor-da, lekin bitgan. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan yosh oilalarga arzonlashtirilgan uy-joyni tan narxini pasaytirish maqsadida suv, yo'l, ichki yo'llarni obodonlashtirishlarni, avtomobillar saqlash joylari, qolaversa odamlarimiz madaniy hordiq chiqarib, soyada maroqli dam olish uchun sharoitlar yaratilgan. 6 milliard 200 pul ajratilgan. Infratuzilmasi uchun. Infratuzilmasi uchun. Xatirchi tumanimizda shu paytgacha bironta bunday ko'p qavatli, 7 qavatli turar-joy binolar qurilmagandi. Ko'rib turibsiz, ko'zni quvnatadigan, bir chiroyli zamon talabiga bardosh beradigan, bazalt qoplangan, liftlari bor. Ha, lifti bor. Bugungi kunda odamlar hammasi kelib ariza berib, men olaman bilan hammasi xursand. Kanalizatsiya, toza ichimlik suvi bilan ta'minlangan, uzluksiz elektr ta'minoti bilan ta'minlangan. Biz juda ham xursandmiz. Ko'rinib turgan qavat binolar atroflari shunday botqoqlik joy edi. Tunlari ham kunduz kunidek yop-yorug'. Ko'chalarimiz asfaltlandi. Mana shu o'zgarishlarni ko'rib, muhtaram prezidentimizga katta rahmat aytamiz. U kishining boshlari omon bo'lsin. Qilayotgan, olib borayotgan siyosatlarini qo'llab-quvvatlaymiz. Bugungi kunda xatirchini kirish joyidan o'zi qanday katta o'zgarishlar bo'layotganini guvohi bo'lib turibmiz. Tumanimizdagi so'nggi 8 yildagi o'zgarishlarni ko'rib, chin dildan xalqimiz ham o'zimiz ham xursandmiz. Yurtboshimiz xatirchilarning iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy rivojlanishi uchun juda katta mablag' bilan yordam bermoqda. Yangi O'zbekiston mavzesining qurilishi esa nur ustiga a'lo nur bo'ldi. Eng qizig'i, xatirchida shu paytgacha birorta lifti bor uy bo'lmagan ekan. Shunday. Birinchi marta mana liftli uylar qurilibdi. Juda sifatli, juda go'zal qurilibdi-da bular. Quruvchilar ham Navoiyning o'zining quruvchilari. Navoiyning o'zining quruvchilari hammasi. Tabiiyki mahsulot ham Navoiyniki. Hammasi Navoiyniki. Bu uylar sotib bo'linganmi hozir? Egalari bormi? O'zi egalik bo'lgan. Qachon kirib yashaydi odamlar? Birin-ketin o'zi uylarini jihozlab,
ko'chib kelayotganlar ham bo'lyapti. Bu loyiha davom etar ekan, a? Davom etadi. 2 gektar yerga loyiha qilganimizda 10 bitta ko'p qavatli dom, shundan 6 tasi bugungi kunda bunyod etilgan, 5 tasi bugungi kunda qurilish montaj ishlari olib borilmoqda. Ha, mana texnikalar turibdi shu qurilishlar. Xuddi shunday. Hali to'xtab qolmaymiz, nasib bo'lsa. Bu yerdagi aholiga qulaylik sharoit yaratish maqsadida sohil bo'yi loyihalarimiz bor. Bu yerdagi odamlar havoni issig'ida, salqinda bir sog'lom turmush tarziga o'rganamiz. Yuradi, madaniy hordiq chiqarish uchun. Bu haligi sohil bo'yida qilinayotgan loyiha ham bir qadam bu ko'p qavatli uylarga. O'zi shu bilan ishlangan. Meni ajablantirayotgani mana yilni boshida boshlangan ekan, hali yilimiz yakun bo'lmasdan 10 oyda qurib bitkazilibdi-da. Juda zo'r bu. O'zi umuman Xatirchida odamlarni mana shunday ko'p qavatli uy-joyga ehtiyoji bormi? Ehtiyoji bor, albatta. Aholimiz ham o'sib boryapti. 250 mingga yaqin aholimiz bor. Tumandagi qurilish jarayoni qanaqa? Tumanimizda Siz endi qurilish bo'yicha mas'ulsizda. Tumanimizda jami 1 trillion 50 milliardlik o'zi qurilish montaj ishlari olib borilyapti. Shundan muhtaram prezidentimizni 8 ta dastur doirasida 50 ta loyiha ishlari amalga oshirilyapti. Bu jami 258 milliard 210 million so'mlik mablag'lar hisobidan olib borilyapti. Nimalar qurilyapti? Asosiy nimamiz infratuzilma. Maktab bog'chalarimiz zamonaviy, tibbiyot, ijtimoiy soha obyektlarimiz. Javlon aka, keyingi 3-4 yilda tumanda nechta bog'cha qurildi, nechta maktab qurildi? Oxirgi mana 2 yil hisobida 10 dan ziyod maktablarimiz qurildi. Qolaversa 2 ta yangi bog'chamiz bunyod etildi. 2 ta sog'liq saqlash obyektimiz ta'mirlandi. Davlat dasturi asosida. Davlat dasturlari asosida 20 tadan ziyod mavjud obyektlarimiz qayta rekonstruksiya ishlari olib borildi. Shu 2 yil ichida 10 ta maktab qurildimi? 2 yil ichida 10 ta maktab yangitdan qurildi. Dahshat bu, qarang. 2 yil ichida 10 ta maktab qurilyapti zamonaviy tumanda. liftlar bilan ta'minlangan maktablarimiz qurilyapti bugungi kunda. Hammasi inson manfaati, inson qadri uchun qaratilgan. Bugun Xatirchi faqat qishloq xo'jaligiga o'ralashib qolmasdan qurilish ham bir driver sohaga aylanganda. Albatta, qurilish infratuzilmasi yaratilgandan keyin o'ziga yarasha servislar ko'rsatish yo'lga qo'yilyapti. Kichik bizneslar, tamaddixonalar. Masalan, mana shu massiv qurildi. Endi bunga albatta xizmat ko'rsatadigan joy kerak-da, sartaroshxona kerak, go'zallik saloni. Go'zallik saloni, qancha market ochiladi bu yerda. market. Bu bir-birini deylik zanjir bo'lib bog'lanib ketadigan tizimga aylanadi-da. Xuddi shunday. Bu yerda ikkinchi bog'chamiz bor, maktabimiz ham yaqin. Hozir Ildam dasturi doirasida 70 milliard pul ajratilgandi. U yo'l bo'yicha yo'l qurilyapti. Oldin bizning ikkita qishlog'imiz turizm maqomini olgan. Angidon, Langar qishloqlarimiz. Angidon qishlog'imizga borish uchun viloyat markazidan yoki boshqa hududdan kelaman desa 80 kilometr, 90 kilometr aylanib yo'l bosib 3 soat, 4 soatlik yo'l edi-da. Bugungi kunda mana shunday tashabbuslar bilan infratuzilmani yaxshilab beryapmiz. Yo'lini Ko'ksaroy mahallasidan Angidonga bitta tog' oshib, tog'dek bo'lib yo'l o'tkazyapmiz. 19 kilometrlik yo'l. U yo'limizni hisobiga viloyat markazidan 40 minut, 30 minut masofasi 3 soat yurmaydi endi. 3 soat yurmaydi. Turizm uchun eng katta turtki bu yo'l, to'g'ri aytyapsiz. Sababi bilasizmi? Nima uchun Zomin rivojlanib ketdi? Sababi yo'l yaxshi qilindi. Masalan, borayotgan sayyoh yo'ldan og'rinmasa, u albatta keyingi safar ham boradi-da. Mana Langar qanday go'zal qishloq. Men hali bormaganman, borish niyatim bor, lekin ta'rifini eshitganman-da. Yerda katta loyihalar qilingan. Ziplinedan tortib boshqasigacha-da. Odamlar kelgisi keladi, lekin yo'l yomon bo'lgani uchun borgisi kelmaydi-da. Mana siz aytyapsiz, mana 19 kilometr yo'l bugungi kunda og'rinmasdan bemalol qatnab o'tadigan yo'l bo'lyapti. Menga ma'qul kelgani qarang, bitta katta kompozitsiya kompleks paydo bo'layotgani. Ya'ni shunday tumanga kirib kelishingiz bilan uni go'zal stellasi turibdi. Shunday chap tomonida katta saylgoh bunyod qilinyapti. Hozir aytishdi 5 milliarddan ortiq 5 milliard 900 moliyalashtirib qilinyapti. Undan sal o'tganingizdan keyin uy-joylar, mana bu yerda katta xiyobon, mana Motamsaroy ona haykali, muzey tashkil qilingan. Yangi O'zbekistonda bir nafasini beradigan kompleks paydo bo'layotgani o'zi mahalla guzarimiz shu yerda. Mahalla guzari shu yerda, chiroyli yo'llar. Sizga rahmat deymiz, salomat bo'ling. Men yonimda hozir mana shu Xatirchi tumanini 90-yillar, 2000-yillar oralig'ida boshqargan, ya'ni hokimlik qilgan Abdug'ani aka turibdi. Bejiz Abdug'ani aka bilan gaplashyapmiz. O'sha davrlarni bir yodga ham olmoqchimiz va bugungi o'zgarishlarga ham Abdug'ani akani o'zini bahosi, munosabati bor. Charchamayapsizmi? O'sha davrdagi hokimlik bilan bugungi davrda hokimlikning o'rtasida qanday farq sezasiz? Juda katta farq bor edi. U davrda imkoniyatlarimiz cheklangan, tadbirkorliklar yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Ana shunday bir vaqt edi. Bir joyda bir obodonchilik
yo bir qurilish qilamisak mablag' yo'q edi. Hatto tadbirkorlarning mablag'lari jalb qilinmasin degan ko'rsatma ham bor edi. O'zi davlatda pul yo'q. Yana tadbirkorni jalb qilma degan talab ham bor. Shunaqa. Faqatgina 4 ta 5 ta bolalar bog'chasi, o'rta ta'lim maktablari, shunga o'xshagan shu byudjetdan ro'yxatga kiritilgan ishlar amalga oshirilardi, boshqa ishlarda rivojlanish yo'q edi. Abdug'an aka, siz nechinchi yillarda hokim bo'lgansiz? Men 95-yildan 2001 so'roq bilasiz, u paytlari hokimlikni muddati 5 yil edi. Bir so'roq ishlab, yana ikkinchi muddatdan ham qisman ishlab, keyin hokimlikni topshirib ketganmiz nimasiga. Biz ochig'i o'sha vaqtlarda juda qiynalardik. Ana shu 5 yil ichida nimalar qura olgansiz, nima o'zgarishlar qila olgansiz? Men birinchi kelganimda mana shu xatir ichiga kirib kelganingizda bir kattaroq qishloqqa kirib kelganday bo'lardingizda, tumanning markazi deb aytib bo'lmas edi. Abdug'an aka, maktablar, bog'chalar ham qurildimi? Maktab, bog'chalarni o'sha vaqtida endi belgilangan reja bo'yicha qurilardi. Lekin o'zimizning nimamizdan emas, respublika byudjeti emas, soliq idorasini o'zini daromadidan foydasini hisobidan bitta soliq idorasini qurdi. Mana qarang Abdug'an aka, bu savollarni bekorga berayotganim yo'q-da, hijjalab. 5 yilda ichida biz qancha ko'p qavatli uy-joy qura olyapmiz? Qancha yo'l qilinyapti? Qancha ichimlik suvi qilinyapti? Ya'ni u davrda imkoni bilan bu davrda imkonini solishtirib ham bo'lmaydi menimcha. Men hozir sizga aytishim mumkin, mana o'sha 1,5 muddat ishlagan davrimizdagidan hozirgi keyingi 2 yilda qilinadigan ish undan 2-3 barobar ziyod hozir. Intervyu berganda aytgan edim. Shu biz xatir ichiga keling deyishga uyalamiz. Shu xatir ichi katta qishloqda bo'lib qolgan, ko'rsatadigan joyimiz yo'qdi. Mana endi qarang. Baland qanchadan qancha imoratlar, bu yo'llar, obodonchilik ishlarini aytmaysizmi, turizmga qilinayotgan ishlar. Mana 2 ta dang'illama ko'prik qilindi. Bu ko'priklar avval qing'ir qiyish ko'priklar, odam o'tgani ham qo'rqardingizdan. Mana hozir yo'llar 2 tomonlama bo'lib, kengaytirilib, endi daryoni bo'yini qarang. Hozir kirib kelishingizda chap sohil 1 kilometr 200 metrga shu butun dam olinadigan joylar qilinyapti. Hamma sharoit bular. Bu tomoni tugagandan keyin 10 qirg'oq tomonga qilinmoqchi. Qarang, o'sha paytlarda siz hokimlik qilgan kezlarda ham xatirchida mana shunday uylar bo'ladi desa birov ishonarmidi? Endi nasib qilsin deb niyat bildirardik, lekin nasib qilsin deb lekin qilishga imkon yo'q edi. Yo'q edi. Xatirchida 2 qavatli binodan boshqa bino yo'q edi-da. Bu yerda mikrorayon deydi, shu yerda bir 4-5 ta 2 qavatli bino bor edi, odamlar yashaydigan, boshqa nima yo'q edi. Meni ham masalan og'rintiradigan bir narsa borki, biz ham endi qishloqda katta bo'lganmiz. Umuman o'zgarish ko'rinmay katta bo'ldik-da. Bir bino qurilganini ko'rganimiz yo'q. Hatto 36-yilda qurilgan maktabimiz biror marta kapital ta'mir bo'lmaganda. Bugun meni mahallamda o'zida 2 ta maktab qurilganda, 2 ta yangi bog'cha qurilganda. Tasavvur qiling, 25 yil biror narsa o'zgarish bo'lmagan edi-da. Butun mamlakatda shunaqa voqea yuz berdi-da. Mana siz rahbarlik qilgan paytda ham, undan keyin ham Yo'lchida bir bino ham qurilgan yo'q-da. Yo'q. Uni tanib aytishimiz kerak. Mana shu keyingi yillarda ayniqsa mana hurmatli prezidentimizni o'zini shaxsiy tashabbusi, e'tibori, o'zini me'morchiligi bilan hozir qilinayotgan joy har bir tuman, viloyat, respublika nimalarida endi bu qilinayotgan ishlarni tasavvur qilishni o'zi qiyin. Hatto tumanda bo'layotgan o'zgarishlarni ham taqdimoti bilan prezident tanishadilar-da. Ya albatta. Shu keyingi vaqtlarda bizni tumanimizga qachon prezident kelganini bilmas edik. Shavkat Miromonov Xatirchi tumaniga qadam ranjida qilib ketdilar. O'shandan keyin mana shu yerda bizda mana shu binolardan keyin sanoat zonasi qurildi. Ana shundan keyin shu yerda bir katta ishlar amalga oshirildi. Bu go'zal xotira maydoni ham qilinibdi-da. Buni joyi nima edi? Avvalan bu yerda yodgorlik bor edi. Lekin avval umuman ko'rinish yo'q edi. Hozir mana qarang, mana ona shu haykalini boshqavatdan qilindi, bir ochildi. Tumanga kirib kelishingizda
birinchi ko'zga tashlanadigan chiroyli joy bo'lib qoldi. Muzey yangilandi. Siz aytdingiz-ku, xatirchiga birovga keling deyishga uyalardik deb. Haqiqatan. Kirib kelgandan qishloqning manzarasini eslatgan bo'lsa, bugun ochig'i men birinchi marta kelishim, endi ancha bo'lgan kelmaganimga, kirganimdan shaharning qiyofasi ko'rindi. Ayniqsa mana ko'p qavatli uylar, mana bu yo'llar, hatto deylik yoritish chiroqlaridan boshlab, masalan, istalgan odamga maqtansa bo'ladigan bir ko'rinish bo'libdi. To'g'ri. Endi keling deyirsak bo'ladi, xatirchiga. Bemalol. Chunki xatirchi Navoiy viloyatida o'zini salohiyatiga, o'zini o'rniga ega bo'lgan, hatto respublikada o'zini o'rniga ega bo'lgan tuman. 220 mingdan ziyod aholisi bor. Viloyatning 5 dan biri shu rayonda yashaydi. Mana shu qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha ishlab chiqariladigan mahsulotlarning 30% xatirchidan chiqadi. Bundan 5-6 yil oldin qaror chiqqandi. O'sha rayonni ijtimoiy rivojlantirish bo'yicha bizning mahallaning hududidan 30 gektar paxta maydonidan issiqxona qurish uchun tadbirkorlarga yer berildi. 10 gektardan 5 gektardan. Bugun kunda shuni ko'rib inson quvonadi. Bitta fermerda 30 kishi ishlab daromad topgan bo'lsa, mana shu yerda bir chet el investitsiyasi ishtirokidagi 10 gektar yerda issiqxona qurib, bugungi kunda mahalla atrofida rayon markaziga yaqin joyda bo'lganligi uchun 300 ta xotin-qizni ish bilan ta'minlab, o'rtacha 2,5 million, 3 million so'mdan maosh olib, daromad manbai sifatida ish olib bormoqda. Shu yerdagi issiqxonalardan ko'rgandan keyin aholimiz ham o'zimizning Guliston mahallasida 50 ta xo'jalikda ixchamgina issiqxonalar qilib, aholimiz ekinlarni ekib, bozorlarimizda mo'l-ko'l bo'lishi uchun xizmatini qilyapti. Mana shu Oqdaryo bilan Qoradaryoning o'rtasi 500 metr masofa tashlandi, qarovsiz holatda bo'lib, hamma nazardan qolib ketgan. Bir yil ichida mana shu Oqdaryoni chap qirg'og'ida juda ham katta bir o'zgarish bo'ldi. Bolalar dunyosi maskani ochildi. Bolajonlarimiz ota-onalari bilan kelib, hordiq chiqarib, maza qilib dam olib o'ynab ketyapti. Bugun davlat rahbari qilayotgan ishlarni siz masalan sobiq deylik, amaldor deylik sifatida qanday baholaysiz? Men ikki qo'limni ko'tarib, qarsaqni to'xtatmasdan cholib, baraka topsin, umri ziyoda bo'lsin, yana ana shunday ezgulik ishlarini qilaversin deb aytaman. Mana qarang, qayga borsa, chet elga boradimi, bitta albatta O'zbekiston uchun bir yaxshilik nimalarni olib kelyapti. Mana shu kishini tashabbusi bilan bo'ldi. Hatto katta viloyatlarning markazlarida 4 qavatdan yuqori bino qurilmasin deyilgan edi. Hozir viloyat markazlarida 25-30 qavatli binolar qurilyapti. Bo'lar ekan-ku qilsa. Tuman hokimini hozir yetarlicha mablag'i bor-da. Bor. Siz ham hokim bo'lgansiz, lekin unaqa bizda umuman mablag' degan so'z yo'q edi. Biz mablag' bilan rasporajat qilmas edik. Bugun endi bir islohot qilaman desa, bir o'zgarish qilaman desa, davlat birinchidan ko'makdosh, ikkinchidan deylik mahalliy byudjet degan uchinchi ham shakllanganda. Albatta. Prezidentning ishonchini oqlaydigan rahbarlarimiz ko'p bo'lsa, mamlakatimiz gullab yashnaydi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Internetdan ba'zi bir ma'lumotlarni o'qidim. Xatirchi 1000 yillik, undan-da ko'p tarixga ega hudud hisoblanadi. Xatirchining ba'zi qishloqlarida karvon yo'li o'tgan. Bilasiz, karvon yo'lida karvonsaroylar, savdogarlarga, karvon yo'lida ketayotganlarga xizmat ko'rsatadigan infratuzilma bo'lganda, ya'ni bu hududga xos bo'lgan odat bu, ya'ni qadriyat bu. Yo'l o'tkinchilarga xizmat ko'rsatish. Davlatimiz rahbari ana shunday yo'l bo'yi infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha bir qator qarorlar imzolagan. Ya'ni xalqimizning rizqi yo'lni bo'yida ham sochilib yotibdi. Shuni inobatga olgan davlatimiz rahbari mana shu yo'l bo'yida biznes qilaman deganlar uchun katta sharoit yaratib bergan. Katta hujjatlar qabul qilindi. Mana ko'rib turibsiz, Xatirchida ham bugun mana shu katta yo'l Nurotaga o'tib ketadigan, Navoiy shahridan keladigan yo'l birinchi navbatda kengaytirildi va zamonaviylashtiriladi bu yo'l va 8 polosali yo'lga aylantirildi va ana shu yo'l bo'yida tadbirkorlar uchun katta imkoniyat yaratilyapti. Mana shu ko'rib turganingiz Xatirchiga kiraverishda boshlangan allaqachon ish, mana Ecofish bolalar dunyosi, ya'ni Ecofish oilaviy bir restoran ish boshlagan. Ana shu islohotlarning natijasi bu. Bunga o'xshagan hali o'nlab mana shunday savdo, xizmat ko'rsatish, ovqatlanish shoxobchalari qurilishi uchun bu tomonda ishlar boshlanib ketgan. Bu yerda ham baliq boqilar ekan, xohlasangiz o'zingiz tutib olar ekansiz, xohlasangiz tutib berishadi, shu yerda o'zida qovurib berishar ekan. Ya'ni haqiqiy bir ekoturizm desa ham bo'ladi buni.